Hozir kimnidir Instagram'masi o'chib qolsa, tamom bo'lsa kerak, hayot o'ladi o'sha. Men aytaman-da, Xudo ko'rsatmasin, svetli o'chib qolib, bir balolar bo'lib qolsa, ko'plar yashay olmaydi-da. Borib anta bu anaqani o'rmondan bu narsani tutib olib kelib pishirib bera olmaydi oilasiga. O'lib ketadi billa. Mana shunaqa hozirgi yoshlar shuna internet bo'lsa o'lib qoladi. Men ko'p ko'raman, mana shu telefonda o'tiradi. Telefonda o'tiradi. Gaplashmaydi ham. Ota-onasi bilan ham gaplashmaydi, boshqasi bilan. "O'y, to'xta, bundan yaxshi o'yinlar bor, nima qilasan shu?" Qayoqqa boraman? Mana o'zimizni bola chaqa ham xuddi shu, mana shu telefonda boshqada. Bizni bunaqa yoshda uje o anaqalarda yuradi, gastrollarda yuradi, borib ko'pto tepib, boshqa qilib. Yaxshiroq bo'lganda yoshlik boshqacharoq. Shu internetni yaxshi tarafi ko'p, yomon tarafi ham ko'p ekan. Vobshe ko'p ekan. Odamlar vanga yetgan-ku, miya kasalligiga duchor bo'ladi человечество. Odamzod o'sh hammasi miyadan. Chunki bu Sputnikdan uryapti. Sizga kelayotgan bu hammasi fizikani yaxshi o'qigan odam bo'lsa, bu narsa как 2 + 2 = 4 ясный narsa-da. Chunki anaqa fakt bu. Bu valna kelyapti, odamga valna kelyapti, miyasiga uradi shu narsa. Bosh og'riydigan bo'lib qoladi. Rak kasalliklari bo'ladi. Radiatsiya bu полностью. Bu narsani shuning uchun bunday gaplashib qo'yirish kerak. Yoki shunday gromkoговоритель qo'yib gaplash kerak. Telefonga juda ham odamlar yotib olgan, hozir miyasi ham yaxshi bo'lmaydi. U hamma narsa organizm-ku, ertaga u bolalik bo'ladi, u bolasiga o'tadi unaqa, genetический anaqalar bo'ladi. Prikollar, har xil. Yaxshi emas. Siz internetdan qanchalik ko'p foydalanasiz? Internetdan foydalanish uchun men anaqani yaxshi ko'raman. Internetdan emailimga men misol uchun u yoqqa dam olishga bormoqchi bo'lsam, o'sha booking.com yoki pochtam keladi, men foydalanadigan Cubase. O'sha muzikalniy programmam bor, shu narsani obnovleniyasiga kerak, o'sha Steinbergdan foydalanaman. Shu narsalar uchun kerak bo'ldi. Internet orqali men o'qidim, juda ham ko'p narsalarni, mana shu uyga svet, gaz, boshqalarni to'lashim mumkin ekan. Shunaqa narsalarga ishlatish kerak. Lekin u internetni ichib shunday sho'ng'ib o'sha yerdan chiqmasdan virtualniy hayot bo'lib qolganda, hozircha uchrashmas ekanda, qiz bilan yigitlar uchrashmas ekan. Virtualniy любовь qilib o'sha anaqada yurar ekan. Bu yoqda bitta semiz kal bo'ladi, bu yoqda bitta yana o'g'il bola bo'ladi. Hech kim bilmaydi. Rasmini qo'yadi, rasmga rasm yaxshi ko'rib qoladi. Bo'ladi. Borib uchrashish yo'q, kimligini bilish yo'q, faqat shu. Bir kun ko'rishib qolsa? Suragati degan kino ko'rganmiz, shunga o'xshagan narsa-da. To'g'ri, o'sha fantastlar to'g'ri yozadi. Borib shunaqa bo'lib ketadi. Chunki internetni men zapret qilganman ko'p joylarda. Internetni sharing uchun, o'sha MTV bilan ko'rish uchun televizorga ulangan, o'sha tunerga ulangan shu narsalar uchun foydalaniladi. Lekin ko'plar, mana men o'zimni mashqda bizda xizmat qiladigan уборщица ayoldan ham so'rashim mumkin. Ishi pasayib ketgan. Mashqda Wi-Fi shunday yo'q bo'lsa bo'ldi, umuman ishlamaydi. Changlar artmaydi, yo'q, ishlayapman deb o'ylaydi. Lekin hammasi tushadi. Pasayib ketadi ishi. Telefondan beri kelmaydi. Polli artishoniga telefonda gapiradi. Buni qildim deb o'ylaydi odam. Shunaqa narsa esidan chiqib qoladi. Internetni juda ham yomon taraflari ko'p. Yaxshi taraflari undan ham ko'pdir balki. Uni lekin taqqoslash kerak. Odam sog'ligi bo'lmasa, 100 million gigabayt anaqasi bo'lsa ham, iCloud'da u bu narsalar bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham, hech kim kerak emasdi kasal bo'lib qolgandan keyin. To'g'rimi? Miyasi kasal bo'lsa, boshqa bo'lsa nima qiladi? Qayerga boradi? Internet orqali keyin tuzatadimi boshini? Tuzatvoringlar deydi. O'qib chiqadi kasalini, bo'ldi, rahmat deydi. 100 millionta statya bor shu narsa to'g'risida. Odamlar o'qimaydi. Bu narsani yoshlarga hozir o'rgatib ham bo'lmaydi. Balkim bo'lar mana kuniga 10 minut. Instagram chiqdi-yu, bu narsa vaqti odamlarni tortib oldi o'ziga. Kuniga 5 ta, 6 ta, 7 ta rasm qo'yar ekan. Kuniga. Kamida tag'in 5 ta. Yo'q-e. Men hozir ham eshikni ochyapman, hozir ham kuxnedan kirib ketyapman, hozir oyoqqa hojatga ketyapman, hozir eshikni yopdim, hozir men podyezddan hozir liftga kirdim. Nima bu? Voy, bu narsa bo'lsa, men tug'ilgan kunim bugun rahmat tabriklaganlarga desa, bu boshqa gap ekan. Yoki o'sha kuniga bitta aniq qilib, yoki o'sha konsertlarga borsa,
boshqa shaharga bo'lsa, men hozir mana bittaman desa, bu interesniy hayot, bu hozir mana bitta ekan, hozir bu yerda ekan. Lekin bitta xonaning ichida uje men stolni yonida, men kresloda, men kompyuter yonida, men bu yoqqa kirdim, men hozir ovqat yeyman. Mana shunaqa restoranda ovqatlarni reklama qilishadi. Mana bunaqa yeyapman deydi. Olmasa ham kerak edi, chiroyli ovqat qilib qo'yib, rasmga men oldim deydi. Anaga rahmat qizlar chiqib ketsa kerak. Ofitsiantlar birovning ovqatini qo'yib qo'yadilar, rasmga oladi. O'zi ololmaydi unaqa ovqat. Pastda ham ovqat reklama qiladi.